yomoni bilasizmi nima? Antibiotikka bir kun qilishadi, ketidan flukonazol kapelnitsa qilib ulab qo'yishadi. Flukonazol gribokka qarshi kuchli toksik dori hisoblanadi. U statsionar sharoitida qilinadigan dori hisoblanadi. U ikkita va undan ortiq kombinatsiyalangan inyeksiya orqali, внутривенный kapelnitsa orqali kirgizilgan bolalarga qilinadigan dori, flukonazol. U ham bir marta qilinadi. Masalan, 7 kun ikki xil antibiotikda bo'ldi bolajon. O'shanga bir marta flukonazol qilinadi. U ham statsionar sharoitida. Bizda ambulator sharoitida kapelnitsa qo'yishadi, ambulator sharoitida ukol qilishadi, ambulator sharoitida proba qo'yishadi, ketidan flukonazol qilishadi. Bu hammasi to'g'ri emas. Biz ambulator sharoitida katta bo'lgan bolalarga, ambulator sharoitida davolanayotgan bolalarga biz tabletka, suspenziya, tomchi, svecha va siroplar bilan davolasak bo'ladi. Butun sivilizovan davlatlar, bu o'sha Amerika, Angliya, Koreya, Yaponiya, Rossiya ham hammaligisi pediatriyada, butun dunyoda pediatriyaga shunaqa bolalarga og'riqsiz momentlarga, og'riqsiz tuzatadigan prinsipga o'tilgan. Lekin afsuski, ming afsuski, O'zbekistonda hali ham ambulator rejimdagi bolalarni внутривенный kapelnitsalar bilan, ukollar bilan davolashadi.